Assalomu alaykum. Men Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Sharq sivilizatsiya va falsafa fakulteti SHMT 1-guruh 2-kurs 1-guruh talabasi Nurjo'yev Diyorbek. Bugun biz raqamli tarix fanidan yakuniy nazorat uchun berilgan topshiriqni bajarish uchun Ko'kaldosh madrasasini oldik. Ya'ni bu Ko'kaldosh madrasasi haqida qachon paydo bo'lganligi, u haqida ma'lumotlarni bilib olamiz. Ko'kaldosh madrasasi haqida savol bilgan ma'lumotlar qachon paydo bo'lganligi. Ko'kaldosh madrasasi bu judayam qadimiy madrasa deb eshitganmiz. Ota-bobolarimizdan eshitganmiz. Bu yerda juda ko'p muftilar, domlalar yetishib chiqishgan, imomlar judayam qadimiy bu yerda o'qitishadi. Hozirgacha mana yoshlar ham o'qiyapti, qarilar ham o'qiyapti. Aytyapman, hamma shu o'zgarmagan o'sha nima qadimiy nima, buni hamma joyga mashhur, даже chet ellarda ham ularni hammasi bilishadi, eshitishgan. Ko'kaldosh madrasasi haqida yoshlarga shu biz ham shu o'qingizlar deb nasihat qilgan bo'lardim. Dinimizni yaqindan yaxshi bilingizlar. Bu nima o'qish, Qur'on o'qishlik bu yerda mana shu Ko'kaldosh madrasasida ruxsat qilinganda, boshqa joylarda ruxsati yo'q. Shuning uchun bu yerga kelib o'qiymiz. Ertachiroq boshlamaganimizdan afsusdamiz. Ilojimiz, sharoitimiz bo'lmagan bizda oldin. Bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan. Hozir ham imkoniyatlar yaxshi. O'qingizlar, yoshlar. Ustozlar juda ham yaxshi, shunaqa yaxshi o'qitishadi. Son tushirishni nima qilib, harfni o'qishni hammasini oson tushuntirib yetkazib berishadi. Ko'kaldosh madrasasi Toshkent shahrining eng muhim, eng yirik tarixiy me'moriy obidalaridan biri bo'lib, O'zbekistonning poytaxti qadimiy qismi Chorsu maydoni yaqinida joylashgan. Bu madrasa 16-asrning o'rtalari Shayboniylar davrida qurilgan bo'lib, ko'pchilik Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasini nazarda tutganda uning uchun quyidagi obida haqida batafsil ma'lumot beraman. Qurilish tarixi: madrasa 1551-1575-yillar oralig'ida, taxminan 1569-1570-yillarga kelib qurib bitkazilgan. Qurilish Buxoro xonligining nufuzli amaldori va sarkardasi Qulbobo Ko'kaldosh Abdullaxon IIning yaqin vaziri. Ko'kaldosh yaqin do'st, maslahatchi ma'nosida nomi bilan bog'liq. Ba'zi manbalarda esa Toshkent hokimi Darvishxon, Sulton Darvishxon tomonidan asos solingan. Hatto madrasani Darvishxon madrasasi deb ham qayd etilgan. Qulbobo Ko'kaldoshning bu yerdagi katta e'tibor qaratgani va mablag' sarflagani bois obida uning nomi bilan mashhur bo'lib ketgan. Qurilish: eski karvonsaroy binosidan foydalanilganligi haqida ma'lumotlar bor. Madrasa o'rta asr Toshkent Shahristonining janubiy chekkasida Xo'ja Ahror Vali jome masjid yonida baland tepalikda barpo etilgan. Bu joy strategik jihatdan muhim bo'lgan shahar markazi Chorsu bozor yonida joylashgan. Ko'kaldosh madrasasi klassik sharq me'morchiligi tamoyillariga asoslangan to'rtburchak shakldagi hovli atrofida 2 qavatli hujralarda joylashgan. Uning umumiy o'lchami 62,7 metrga eni 49,9 metr. Hovli maydoni esa 38 kvadratga 26,9 metr kvadrat. Eng muhim qismi janubga qaragan baland peshtoqi, kirish portali uning deyarli 20 metr. Peshtoq ikki yonida burchak minoralar, guldastalar bilan bezatilgan. Ustida kichik minorachalar bor. Darvozadan kirganda chap tomonda masjid, o'ng tomonda gumbazli darsxona joylashgan. Hovli atrofida 38 ta hujra, talabalar yotoqxonasi va darsxonalar mavjud. Binoning old qismida an'anaviy tosh zinapoya bor. Dastlab 3 qavat bo'lgan deb taxmin qilinadi.
ammo hozir 2 qavat saqlanib qolgan. Tashqi devorlari pishiq g'ishtdan qurilgan. Ichki bezaklar va ganchkorlik elementlari mavjud, lekin ko'p qismi vaqt o'tishi bilan yo'qolgan. Madrasa o'z tarixi davomida ko'p sinovlarni boshdan o'tkazgan. Bu 18-asr boshlarida qarovsiz qolib, karvonsaroy sifatida ishlatilgan. 1866-1886-yillarda zilzilalarda peshtoq qattiq zarar ko'rilgan. 1946-yilgi zilziladan keyin ham u shikastlangan. 1865-yilda rus qo'shinlari Toshkentni bosib olganda obidaga jiddiy zarar yetkazishgan. Bir necha bor ta'mirlangan, ammo bu ta'mirlar natijasida tashqi ko'rinishi biroz o'zgargan. Mustaqillik yillari 1991-yildan madrasa O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufiga o'tdi. 1998-2000-yillarda katta ta'mirlash ishlari olib borildi. Poydevor mustahkamlangan, devorlar tiklangan, ichki va tashqi bezaklari qayta tiklashga harakat qilingan. Bugungi kunda bu yerda Ko'kaldosh o'rta maxsus islom bilim yurti faoliyat yuritmoqda. Mashhur shaxslar va ahamiyati. Ko'kaldosh madrasasi ko'plab mashhur shaxslar bilan nomi bilan bog'liq. Hamza Hakimzoda Niyoziy 1910-1911-yillarda hujralarda ijod qilgan. Bugungi kunda Ko'kaldosh madrasasi Toshkentning eng muhim diqqatga sazovor joylaridan biri. Chorsuv bozor va metro bekati yonida joylashganligi tufayli sayyohlar juda ko'p tashrif buyuradi. Xulosa qilib aytganda, ya'ni biz Ko'kaldosh madrasasi haqida ma'lumotlarni bilib oldik, ya'ni bunda bu xalqqa xizmat qilganligi, ya'ni bunda ilm dargohi sifatida bunyod etilganligi haqida biz ma'lumotlarni ko'pginasini bilib oldik va hozirgi kunda bu biz uchun juda muhim ma'lumot hisoblanadi. Shunday qilib xulosa qilib aytganda, o'zingizni va tarixingizni asrang.